Assalomu alaykum muhtaram ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli mijozlar va hamkorlar. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi hududida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va energiya tejamkor texnologiyalarini joriy etish mamlakatimiz rivojlanish strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan davlatimiz rahbarining 2025-yil 11-martdagi 100-sonli qarori bilan ushbu sohada tub islohotlarni amalga oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish hamda aholiga ushbu jarayonlarni keng targ'ib etish vazifalari belgilab berilgan. Mazkur qaror ijrosi doirasida Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan ham bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. Brifingimizda Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan yuridik va jismoniy shaxslar uchun ishlab chiqilgan kredit mahsulotlari haqida batafsil ma'lumot beriladi. Mazkur kredit mahsulotlari energiya samaradorligini oshirish va ekologik toza texnologiyalarni keng joriy etishni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. Avvalo, Green Lion Bank kredit mahsuloti haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ushbu mahsulot Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan yuridik shaxslar, ya'ni tadbirkorlik subyektlariga qayta tiklanuvchi muqobil energiya manbalaridan keng foydalanish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarining energiya samaradorligini oshirish maqsadida ishlab chiqilgan. Mazkur kredit mahsuloti asosida qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini xarid qilish va ularni o'rnatish, energiya tejamkor texnologiyalarni amaliyotga joriy etish hamda ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish maqsad qilinadi. Kredit muddati xalqaro kredit liniyalari hisobidan loyiha o'zini o'zi qoplashidan kelib chiqqan holda, lekin liniya shartlarida ko'rsatilgan muddatdan oshmagan holatda belgilanadi. Markaziy bank mablag'lari hisobidan esa ushbu kredit 3 yildan ortiq bo'lmagan muddatga taqdim etiladi. Kreditning imtiyozli davri esa 12 oygacha etib belgilanadi. Mazkur kredit bo'yicha foiz stavkasi xalqaro kredit liniyalari hisobidan kredit liniya shartlarida belgilangan stavkaga qo'shimcha ravishda so'mda 6%, AQSh dollarida esa 3% miqdoridagi bank marjasidan iborat. Markaziy bank mablag'lari hisobidan ajratiladigan kreditlar esa milliy valyutada yillik 21% stavkada taqdim etiladi. Kredit miqdori loyiha umumiy qiymatining 70% gacha bo'lib, bankning jalb qilingan va o'z mablag'lari hisobidan ajratiladi. Xalqaro kredit liniyalari hisobidan ajratiladigan kredit miqdori esa to'g'ridan-to'g'ri kredit liniyasi shartlarida ko'rsatilgan miqdorga asosan belgilanadi. Kredit foizlari differensial usulda hisoblanib, kreditning o'ziga xos xususiyatlari va loyiha pul oqimlari, shuningdek, kredit liniyalari shartlardan kelib chiqqan holda to'lanadi. Kredit milliy va xorijiy valyutada pul o'tkazish yo'li bilan ajratiladi. Kredit ta'minoti sifatida esa kredit summasining kamida 125% miqdoridagi garov talabi belgilanadi. Kredit ajratish jarayoni bank tomonidan o'rnatilgan va soddalashtirilgan tartiblar asosida amalga oshiriladi. Hukumat qarorlari doirasida ajratiladigan resurs mablag'lari bo'yicha hukumat qarorlarida belgilangan foiz stavkalariga rioya qilinadi. Xalqaro kredit liniyalari hisobidan moliyalashtiriladigan loyihalar esa ushbu liniyalar shartlari asosida ko'rib chiqiladi va moliyalashtiriladi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari tomonidan energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish natijasida energiyaga bo'lgan talabning kamida 20% qismini tejash talab qilinadi. Navbatdagi mahsulot Yashil makon iste'mol krediti bo'lib, ushbu kredit Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati tomonidan energiya tejamkor va qayta tiklanuvchi energiya qurilmalarini sotib olish va o'rnatish uchun jismoniy shaxslarga taqdim etiladi. Mazkur kredit mahsulotidan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari o'z faoliyatidan olingan daromadga, pensiyaga yoki boshqa qonuniy daromad manbalariga ega bo'lgan jismoniy shaxslar foydalanishi mumkin. Bunda qarz oluvchi bankning boshqa kredit mahsulotlaridan foydalanayotgan bo'lsa, boshqa kredit to'lovlarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi lozim. Kredit milliy valyutada ajratiladi va kredit miqdori O'zbekiston Respublikasidagi amaldagi bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravaridan oshmasligi kerak. Kredit muddati 36 oydan 60 oygacha bo'lib, asosiy qarz to'lovlari bo'yicha 6 oygacha imtiyozli davr belgilanadi. Mazkur kredit ta'minoti sifatida 3 shaxs kafilligi yoki qarz oluvchi tomonidan sug'urta polisi taqdim etiladi.
Kredit mablag'lari O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankidan jalb qilingan mablag'lar hisobidan moliyalashtiriladi. Kredit foiz stavkasi yillik 20% ni tashkil qiladi. Kredit to'lovlari esa mijozning istagiga ko'ra differensial yoki annuitet usulida amalga oshiriladi. Mablag'lar to'g'ridan-to'g'ri tovar yoki xizmatni yetkazib beruvchi korxona yoki tashkilotning bank hisob varag'iga o'tkaziladi. Mazkur mahsulot bank uchun jismoniy shaxslarga maqsadli chakana kreditlarini taqdim etish, maqsadli kreditlarning raqobatdoshligini oshirish, shuningdek, bankning daromadi va mijozlar sonini ko'paytirish imkonini beradi. Mijozlar uchun esa energiya tejamkor va qayta tiklanuvchi energiya qurilmalarini qulay va imtiyozli shartlarda xarid qilish imkoniyatini yaratadi. Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, Greenline va Yashil makon kredit mahsulotlari mamlakatimizda ekologik toza va energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish, energiya samaradorligini oshirish va aholining moliyaviy ehtiyojlarini qondirishda muhim moliyaviy vosita bo'lib xizmat qilmoqda. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati ushbu kredit mahsulotlari orqali energiya tejamkor texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini targ'ib qilish, aholi va tadbirkorlik subyektlarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash hamda buning orqali mamlakatimizning barqaror rivojlanishiga hissa qo'shishni o'z oldiga maqsad qilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.